Qur'ondan qancha yodladingiz? Hammasini. To'liq yodlab oldingizmi? Ha. Mashalloh. Mo'tabar yigit bo'libsiz-ku. Tillo yigit bo'libsiz. Siz oltin yigit bo'libsiz. Tirik Qur'on? Mashalloh. Xatmga o'tib bera olasizmi namozda? Ha. Barakallah. Siz ismingiz nima o'g'lim? Muhammad Yahyo. Muhammad Yahyo qori. Muhammad Yahyo qori. Qo'y barakallah. Necha yoshsiz? 7. 7 yosh, mashalloh. Qur'onni yodladingizmi o'g'lim? Qancha? Bir bor. Bir pora yodladingizmi? Allohu akbar. Hali maktabga chiqmadingiz-a? Endi chiqasiz. Maktabga chiqmasdan bir pora yodlab oldingiz. Mashalloh. Siz ismingiz kim o'g'lim? Ismim Abdulfattoh. Abdulfattoh qori. Shundaymi? Siz qancha yodladingiz? 25 pora yodladim. Bu ukangizmi bu kishi? Ha. Qolib ketdingizmi ukangizdan? Ha. Qachon to'lov bo'ladi? Xudo xolisa bo'lib qoladi? Ha, bo'ldi. Ha, barakalloh. Necha yoshsiz o'g'lim? 13 yoshim. 13 yosh, ha? Barakalloh.